Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Hozir sizlarga kristallar chotki strategiya ko'rsatib beraman bolalar. Bir koeffitsient bo'lguncha minimal summada harakat qilamiz. Undan ko'p tikmaymiz. Faqat bir koeffitsiyentni o'zini berish kerak. 0.5 dan berish kerak bolalar. Yaxshilab kuzatib o'tiringlar. Hozir ushamiz. Tak 0.5 berdi, yana bitta 0.5 ber. Yaxshi, bo'ldi, o'ynama endi o'ynama. Dagon qilamiz bolalar, ko'rib turinglar. Tak 192 mingdan tikdik. Bilet birinchisi 7, ikkinchisi ham 7, uchinchi karelar borlar 422 ming karelar. Tak sariq o'ynaydimi, yashil o'ynaydimi? Bilet yashil o'ynadi, normalniy oq o'ynar ekan. Yo'q, oq o'ynamadi. Yana bosamiz bo'ldi. Bilet 364 ming bilet pushtilar hozir. Onasini amiga tiqib tashladi bilet. Prosta bo'ldi. Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Chotki strategiyalar bor bo'ldi. Hammani Telegram kanalida kutaman. Telegram kanalimiz